sizdan keladi. Nimki otdayor degan grammatika. Bu grammatika misolida hangi kitobining 2 qismida degan. Sangiz qanday degan tarjimasi. Birortaga maslahat berishda ishlatiladi. Misol uchun, sizdan birov so'rayapti. Boshim og'riyapti, nima qilsam bo'ladi desa, unda dori ichib ko'rsangiz qanday deysiz. Xuddi shu holatlarda ishlatiladi, ya'ni siz maslahat berasiz. Sangiz qanday tarjimada keladi yoki qilsangiz qanday? Misol uchun, yojim uyga kesoqab payo. Shu kunlarda tishim to'xtovsiz og'riyapti. Chivaye kaponyoteyo. Tish kasalligiga borib ko'rsangiz qanday? Ya'ni maslahat beradi. Qo'yda fe'lga qo'shiladi dedik. Qo'yda bu fe'l ko'rmoq. Ya'ni qo'yga qo'shilgandan keyin unga o'tdi. Sangiz qanday? Borib ko'rsangiz, kaponyoteyo. Borib ko'rsangiz qanday bo'ladi deyiladi. Ya'ni